Aya Sofiya jome masjidi, Basilika sisternasi yoki bo'lmasam Sulton Ahmad masjidini o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz atigi $81 ekanligini bilasizmi? Bir safarda Istanbulning 3 ta eng mashhur obidasi. Istanbulga borib faqat sayr qilib qaytmang, uning 1000 yillik tarixini ichidan his qiling. Vizantiya va Usmoniylar davriga guvoh bo'lgan Aya Sofiyaning ulkan gumbazlari va mozaikalari sizni hayratga soladi. Sirli yer osti inshooti, Basilika sisternasi, qadimiy ustunlari va suvdagi akslari bilan eng esda qoladigan manzilingiz bo'ladi. Sulton Ahmad Moviy masjidini audio gid orqali o'rganib, me'morchiligi va tarixini tushunasiz. Ushbu narx ichiga vaqtingizni yo'qotmasdan chiptalar orqali navbatsiz kirish. Sayohat davomida sizga ingliz, nemis, fransuz va boshqa tillarda suhbat olib boruvchi audio gid xizmati. Sotib olingan ushbu kombo turi 3 kun davomida amal qiladi. Bu orqali siz shoshmasdan sayr qilishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari, hozir bron qilish va keyin to'lash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Pastdagi biz qoldirgan silka orqali bemalol o'zingiz mustaqil bron qilishingiz mumkin. Bunda siz ortiqcha to'lovlarsiz, yashirin komissiyalarsiz va qo'shimcha xarajatlarsiz amalga oshirasiz. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni bizda kuzatib boring.